Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Mana bugungi chislamiz 26 noyabr, haftaning chorshanba kuni. O'sha eski manzil, o'sha eski gaplar. Faqat ikkita yangilik bor, o'zgarish. O'tgan yilgi ikkita novvosimiz, bitta ona bolamiz bor edi. Ularni o'rniga bu yil ikkita ona bola bo'ldi. Mana qizil sigir, bu bolasi qizil ho'kizcha. Bunisi ola qora sigir, bolasi bu qora ola. Endi sal ayb ko'rmaysizlar. Videomiz kechqurun olinmoqda, qorong'ida. Bitta svitam yo'qda oldi. Sigirimiz xudo xolasa fevral-martga tug'adi. Mart oyiga. Bunisi endi bir oycha bo'ldi. Ho'kizga qo'yilganiga. Endi avgustga boraman. Shunday. Sigir arzonroq to'rga qoldi. Ona bola 5-olti bolasi 6-qoringa bo'g'oz. Buniki ham 5mi yo 4 yo 5ga bo'g'oz yo 6ga bo'g'oz ikkalasi ham. Bitta farq bilan bunisi. Bunisi bitta yoshroq, bunisi bittami ikkita. Nimada? Bundan ko'ra balandroq yosh. Mana shu gaplar. Yem yeyish yaram ham olaman deyman. Hamsha qolib ketadi. Oxirlar toza yuvib cho'yib qo'yganman. Bitta 6 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lganmi? Egasi 4 oylik, 5 oylik bo'lgan, shunday oldim aytdim. Buni 16-avgustda oldim. Buni 27-oktyabrda oldim. 14,5. Bu 20,500,000. Shu gaplar. Sizlardan obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, sizlardan kanalimizni rivojlanishi uchun bitta like, bir kommentariyada fikrlar bildiringizlar. Shunga qarab motivatsiya olib yangiliklar qilishga harakat qilamiz. Yangi videolar qo'yishga qiziqish bo'ladi-da, odamda bir nimasi trendga chiqib ko'payib ko'rilaversa, keyin shunga yarasha ko'paytiramiz videolarni. Bular hozir ikki mahal yemaydi. Yeyishi bug'doy yorma pishirib beramiz. Keyin quruq somon, sholi pirs bor. Qolgan tepada yana. Shu bilan oziqlanib turibdi. Hammaga sog'lik salomatlik tilagan holda keyingi yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat tilayman barchaga.